Kelin tushmagura. Yana idish-tovoqlarni yo'qsiz qoldiribdi. Aytishadi-yu, yuvilmagan idish-tovoqga shayton yalab ketadi deb. Hali bir o'g'lim kelsin, ko'radiganini ko'rsataman. Abbo. Aka, Ukam tuzumsan? aka, nimaga uylangansiz o'zi? Joningizga tegmadimi? Mana bunaqa idish-tovoq-yu, boshqa qil. Xotiningiz qilsa bo'lmaydi. O'rningizga shuni. Ukam bilasan, jiyaningning mazasi yo'q. Kechasi bilan jiyaningga qarab chiqyapti. Ertalab turib nonushta qilyapti, obedda ovqat qilyapti. Kerak bo'lsa kechasi ham ovqat qilyapti. Bu ham odamni 3-4 ta idish-tovoq turgan bo'lsa, yuvib qo'ydi degani u xotinning qo'li yo'q nimadir degan narsa emas. Ukam uylangan keyin bilasan hammasini. O'zingizga shunaqa yurishayotgan bo'lsa, aka, yuravering shunaqa qilib bo'lmasa. Menga qaragin. Kelin tushirganda 7 qavat ko'rpachada o'tiraman deb o'ylovdim. Men bu idish-tovoqlarni qaragin, qalashib yotishini qachongacha qilamanmi? Bu nimasi? Kechiring. Xotinimga aytsak bo'lmaydimi? Oyijondan beringiz yig'lab qo'ymayapti. Hech ham ishlaga ulgura olmayapman. Hozir tez qilib tashlayman xamash. Voy, ey, buning darrov bahonasi tayyor. Mana buni qara. Iya, ana xona idish-tovoq yo'q-ku. Sar ko'nglingizni kengroq qiling. Qiladi desak-sekin. Baroqatingiz choyini qo'y, qora ochib ketdi. Yuring ona. Duo qilib o'tirib choy ichib o'tirasiz kelingiz qo'lidan. Ketdi. Hurmatli ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi qaynonalar, sizlar uchun mana shu videoni oldi. Kelinni ovutgan paytingizda har xil va'dalar berasizlar va kimnidir erkak qizini uylarga olib kelib turib zulm qilasizlar. Iltimos, kelin qul emas, sar e'tiborli bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib tarqatib qo'yinglar. Rahmat.